Qarang, mana bu 40 yil oldin chiqqan kitob sarg'ayib o'lib bo'ldi. Mana bu esa 10 asr oldingi Samarqand qog'ozi xuddikicha yozilgandek. Nega biz rivojlangan asrda yashasak ham tarix oldida ojizmiz? Sir daraxti emas. 751-yil Talas jangi musulmonlar Xitoy qo'shinini tormod etdi. Lekin eng katta o'lja oltin emasdi. Sarkardalar asrlar orasidan qog'oz ustalarini topib oldi va ularni Samarqandga olib keldi. Lekin bizning ustalar Xitoycha usulni butunlay o'zgartirib yuborishdi. Mana o'sha sir. Hozirgi zavodlar qog'oz oppoq bo'lishi uchun uni kislotada qaynatadi. Bu esa qog'ozni ichidan yemir boradi. Samarqandda esa hech qanday kimyo bo'lmagan. Po'stloq mana shunday yog'och guruchlar kaltaki zarba ostida ezilgan. Bu usul tolalarni o'ldirmaydi. Aksincha ularni po'latdek mustahkam qiladi. Natija nima bo'ldi? Yevropa bitta kitob uchun podalab qo'y so'yib yurgan paytda Ibn Sino va Beruniylar o'z asarlarini aynan shu bo'lmas qog'ozlarga bitishdi. Siyoh shimirib ketmaydi, qog'oz chirimaydi. Tarixni g'oliblar yozadi deyishadi. Aslida tarixni mana shu oddiy po'stlog'i va mohir ustalar kelajakka yetkazib berdi.